Dörtgül tuman Navoiy ko'cha, bu yon tarafimiz Madaniyat saroyi tarafdan gelish. Bu yon tarafimiz obxodnoga chiqaveradigan yer. Atajon Xudo shukr ko'chaga shunday aylanasiz, chap qo'limizda 6 sotikli joy sotiladi. Navoiy ko'chadan shunday kirib kelasiz, chap qo'limizda Atajon Xudo shukr ko'chasi 63-uy. Ko'rib turibsizlar, 63-uy. Egasini meni video sarlavhasida yozib qoldiramiz. 60 yillik maktab bor, keyin Desat bor, maktab Desat yaqin. Shahar markazidan ajoyib ko'rinishdagi 6 sotikli joy. Ko'rib turibsizlar, videoga bir dana chiroylisini like bosing, donish bilishlar, aynan shu videoni tarqatib qo'ying. Baraka Turkiya kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yish yoddan chiqmasin. Joyning ichini pollar bilan qo'llangancha tanishtirib o'tamiz. Bu yon tarafda bir xona, chap qo'limizda koridor, keyin 3 xona bor. Bu yerda bir xona, bu yerda bir xona. Ko'rib turibsizlar, otoplenalari o'tgan. Gazdan, svetdan, suvdan muammo yo'q. Bu yerda yana bir xona bor. Ko'rib turibsizlar. Bu yoqda yana bir xona bor. Kelib, ko'rib, yaksa xarid etaverasiz. Dokumentlar 100% tayyor. Egasini aytishi bo'yicha dokumentlardan muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Bemalol egasini olib chiqaverasiz. Bu ham keyin bir xona bor. $4 spalniy joy. Hozir chorvalardan bir qator ko'rsatib o'tamiz. Yana chorva. Chorva ham katta. Xalosangiz yig'ib solasiz, xalosangiz remontlab, ajoyib deb, xudo xolasa kelib yashayverasiz. Dokumentdan muammo bo'lmaydi. Xo'p, joyning narxiga keladigan bo'lsak, joyning narxi $47,000 aytilib turibdi. 1-2 so'm xayridan qaytib kelishib beriladi. Shahar markazidan shunday joy qarab yurgan yakınlar aynan shu videoni tashlab qo'yishdan chiqmasin. Baraka Turkiya kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Hammaga rahmat.